Malayziya Baş Ministri Mahathir Mohamad musulmon davlatlarni Xitoyda bostirish va kamsitishga uchrayotgan Uyg'urlar haqida sukutni tanlashiga Xitoyning kuchli bir davlat ekanligi sabab bo'lganligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı 74. navbatlik umumiy yig'iniga qatnashish uchun New Yorkka borgan Baş Ministr Mahathir Mohamad Gear News xabar to'rining ziyoratini qabul qilib, ichki va tashqi masalalar haqida to'xtaldi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Mahathir Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarning vaziyatiga qarata so'ralgan savolga javob berib mundaq dedi. Chunki Xitoy bek kuchli bir davlat, ularni mag'lub qilgandek bir ish qila olmaymiz. Shuning uchun Xitoyning tishiga tegmaydigan mo'tadil usullarni qo'llanishimiz lozim. Yana bir tarafdan Yevropa Parlamenti Kishilik huquq komitetining raisi Maria Arena Uyg'ur diyoridagi kishilik huquq vaziyatining kun sayin yomonlashayotganligini, Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilishi va sotlamasini o'ldirishdan andisha his qilayotganligini bildirdi. Amerikada Trump hukumatining Xitoy shirkatlarini Amerika pay bozoridan chiqarib etishni o'ylashayotganligi ilgari surildi. Amerika taratqullarining hukumatga yaqin manbalardan naql qilib berishicha, Amerika Xitoy shirkatlarini pay bozoridan chiqarib etishni o'ylashmoqda. Buni Amerika hukumatining Xitoy shirkatlariga qaratilgan embargolarning bir qismi deb qaragan taratqular, Trump doiralarining Xitoy shirkatlarining bir qism harakatlaridan bexatarlik andishasi his qilganligini bildirdi. Yaponiya tashqi xalq tizimligining beshiga Shimoliy Koreyaning o'rniga yaqinqi yillardan buyon harbiy kuchi ishlayotgan Xitoyni qo'ydi. Yaponiya Mudofaa Ministrligi tayyorlagan bu dokladda ittifoqdosh davlatlarning beshiga Amerika tizildi. Yaponiya Mudofaa Ministri Taro Kono Xitoy G'arbiy Tinch okeanda va Toshima bo'g'izida Yaponiya dengizigacha kengayib texim ko'p havo va dengiz qurollari o'rinlashtirmoqda dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga inkos qaytarib, Yaponiyaning asossiz qarashlarini rad qilganligini bildirdi. Saudi Arabiston haj va umra ziyoratlari sirtida tunji qitim 49 davlatga sayohat vizasi berdiganligini e'lon qildi. Poytaxt Riyodda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Saudi Arabiston sayohat ministri Ahmad Al-Xotib, davlatini sayohatchilikka etish uchun 49 davlatga sayohat vizasi berishni yo'lga qo'yganligini aytdi. Vizalarning Saudi Arabiston bosh elchixonalari va konsulxonalarda, shundaqla chegirdan kirish eshiklari va aeroportlarda iltimos qilishga bo'lganligi, unumlik vaqtning 360 kun, Saudiyada turish vaqtining 3 oy bo'lganligi, 1 yilda 180 kundan ortiq turishga bo'lmaydiganligini bildirdi. İsrailiyalik damilishga chiqqan general Robin, Saudiya Arabistondagi Amerika vatanparvarlik nomli havo mudofaa sistemasining faqat ufuq siziqi ustidagi nuqtalarni kuzatganlik uchun Aramco zavodlariga etilgan tovan bo'shliqdagi boshqarilgan bombalarni va odamsiz aeroplanlarni to'siyamaydiganligini aytdi. Sobiq Isroiliya boshqarilgan bomba mudofaa organining direktori bo'lgan Robin, mudofaa xabarlari to'rining ziyoratini qabul qilganda, Saudiya Arabistondagi vatanparvar nomli havo mudofaa sistemasi tovan bo'shliqdagi boshqarilgan bombalarni va odamsiz aeroplanlarni bayqay olmadi. Chunki bu sistema faqat ufuq siziqi ustunla ko'zlaydi dedi.